Xitoydan tovar olib kelib sotmoqchisiz, lekin sizda biznes ideya yo'qmi? Unda ketdik. Bu videoda oxirigacha ko'ring. Biz o'zbeklarda shunaqa urf-odat bor, chaqaloq dunyoga kelganda asal bilan kulcha tarqatishadi. Biz oddiygina piyalaga solib bergimiz kelmasdan Pinduoduo saytiga kirib, shunaqa asal bilan idishchalar zakaz qildik. Bunga qo'shib kichkina ayiqcha o'yinchoq va prozrachniy shunaqa paketlar zakaz qilib oldik. 25 ta shunaqa asal idishi bilan zakaz qilganmiz. Bittasi ham sinmay, zo'r ko'rinishda keldi. Bizning tasavvurimizdan ham chiroyli bo'ldi. Xitoydan qanaqa tovar olib kelib sotishni bilmayotgan bo'lsangiz, sizga shu biznes ideya bo'lib, shunaqa zakaz qilsangiz bo'ladi. Bunaqa podarishni paketlarda kichkinalari ham bor. Tayyor qilib turib sotsangiz ham bo'ladi. Kommentariyaga yozyapsizlar, o'rgating, menga o'rgating deb ko'pchilik yozyapti. Hamma video darsliklarimiz shu YouTube kanalimga qo'yganman, ko'rib o'rgansangiz bo'ladi. Kursim ham bor, kursimda o'qisangiz ham bo'ladi. Agarda videolarni ko'rib tushunmayotgan bo'lsangiz, kurs haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, Telegramga yozib qoldiraman. Bugungi raspakovka sizga yoqqan bo'lsa, klass qo'yishni unutmang. Ko'pchilik meni videolarimni podpisatsiya qilmasdan ko'radigan. Iltimos, podдержка uchun podpisatsiya qilib qo'ying. Yana shunaqa raspakovkalar ko'rmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, kanalimdan uzoqlashmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.